Hammaga salom, sizlar bilan Speaker Boom. Yaqindagina Skibidi Toilet bo'yicha yangi serial chiqdi. Ya'ni Skibidi paydo bo'lishi va hammangiz ko'rdingiz degan umiddaman. Bugun sizlar bilan tahlil qilamiz, uning xatolari va kamchiliklarini ko'rib chiqamiz. Shuningdek, bugungi videoda janob Fix shot ham bo'ladi. Video boshlanishidan oldin like bosib va obuna bo'lib qo'ying. Yaxshilab o'rnashib oling. Men esa boshladim. Epizodni boshida qandaydir qizcha gapiryapti va bizga o'tgan qismlarni ko'rsatyapti. Kelinglar shu joyda mazgini qotirmasdan sirazu perevod qilib bersam. Mom says the world wasn't always like this, but I can't remember a time before the invasion, before the machines joined the fight. If I hear the song, I have to cover my ears. I hate that song. It changed so many people into them, and they just keep growing bigger and more powerful. Mom thought the Alliance would save us, but every time our side got stronger, so did they. Back and forth. War only brought more war, but then the Sky people came, and everything got so much worse. Mom calls them Astros, and everyone hates Astros. They took control of one of our heroes and turned him into a big, scary monster. But somehow, the Alliance has held off the things that would destroy everything, at least for now. For the last 24 hours, a man they call Secret Agent has been sending a signal throughout Earth. Nobody knows what it means. He's talking about a key that will unlock his greatest creation, and is calling on a member of the Alliance to follow his signal. Secret Agent calls him Lucky and talks about him being the key to everything. None of us are sure, but maybe an end to the war. I don't know. Hope is a very difficult thing to have these days, but I hope that if Lucky is still out there, he's following the signal. Follow my signal, Lucky. Tushunishim bo'yicha sirli agent qizil kameramen Alfa Hillsga kelishi uchun signal bergan va u xabarni hamma astrolar eshitgan va qizil kameramen kelishini ular bilgan. Qandaydir ahmoqona syujet bo'lyapti. Mayli, bu haqida videoni oxirida gaplashamiz. Xullas, qizil kameramen negadir qochib ketishga urinyapti. Detektiv esa uni o'zining kishani bilan ushlab qolyapti. Ular Alfa Hillsga mega montaj bilan kirib olishdi. Qizil kameramen eshikni ochganda signal uzilib qoldi va kameramen uni ibodatli yo'l bilan tuzatdi. TV Women'ning yuzi juda ham ajoyib degan bo'lar edi. Ular qurilmani tuzatguncha bizning epchil spikermenimiz uje liftga kirib olibdi. Va liftdan tushgandan keyin sirli agent yoqimsiz yuzi bilan bitta gapni qaytaryapti. Ya'ni mening signalimga rioya qil deyapti. U yerda Astro Hunterni ham ko'rishimiz mumkin. Negadir u homilador ayolga o'xshab qolibdi. Mayli, bu narsaga ko'z yumay, Astro toiletlar televizorlarga qarayapti. Axir bu nimasi? Astro untazlar daja televizorga noto'g'ri qarayapti. Bu ishlar uchun animatorlarning qo'lini o'paman va negadir bir Astro toilet kuzatayotgan ekran qizil kameramenni kamerasiga ulanib qoldi. TV men bu joydan surib qolmoqchi bo'lgan edi, ammo uni ahmoqona tarzda Astro Unitaz o'ldirdi. Ha do'stlar, bu TV menlarning birinchi o'limi. Astro toilet bizga romantik tarzda kulib turganda, detektiv kameramen unga o't ochdi va biz qochishni boshladik. Bizga yoqimsiz Astro hujum qilmoqchi bo'lganda, detektiv kameramen va qizil kameramen kishanlar bilan Astro toiletni o'ldirdi. Battahil do'stim, 76-epizodni eslasak, large kameramen Astro toiletni pichoq bilan ham o'ldira olmagan edi. Agarda mana bu kameramen bo'lmaganda, bizning operator o'lish ham mumkin edi. Bu yerda kishanlar bilan o'ldiryapti. Menimcha Invis kompaniyasi Skibidi Toilet serialini yaxshi ko'rmagan bo'lsa kerak. Mayli, bu narsaga ham ko'z yumay, qizil kameramenda yashil uchqunlar paydo bo'ldi va Astro toiletni bitta zarba bilan o'ldirdi. Orqa fonda baza portlashiga necha sekund qolganini sanayapti. Eng asosiysi, bu narsa bizga qiziq emas. Hamma har xil tarafga o't ochyapti. O'zingiz ko'ring. Qizil kameramen tepadan portal ochyapti va bomba portlashidan oldin biz mega animatsiya bilan tepaga kirib ketdik. Biz qandaydir xonada paydo bo'ldik. Yonimizda odamlarning skeletlari yotibdi. Biz 70-qismdagi sirli agent bilan posterni qo'limizga oldik va qarab bo'lgach, yana bir marta orqa tarafiga qarayapmiz. Bizning operatorimiz Tupoyda
chunki olayotganda ham orqasiga qaragan edi va yana bir marta qarayapti. Bu qanchalik genialni, xullas, detektiv kameramen suratni olib, yaxshilab qarayapti. Ha, albatta, bu surat unda avval ham bo'lgan edi, ammo u birinchi marta ko'rayotgandek qarayapti. Sirli agent esa 2 soatlik leksiya o'qiyapti va u aytishi bo'yicha sirli qurolga qulf. Bu qizil kameramen ekan. Shuningdek, sirli qurolni ham ko'rsatyapti. Shu paytda homilador Hunter devorni buzib kirdi, ammo qanday buzganini ko'rsatmadi. Juda ham qiziq nega ko'rsatishmagani va u qizil kameramenni tirik qoldirishini aytdi, ammo uning do'stlarini o'ldirishini aytdi. Shu paytda negadir qizil kameramen qarshilik qilmayapti va shunchaki o'yinchoqqa o'xshab turibdi. Xullas, bizning operatorni o'ldirdi va reklama ko'rsatildi. Xo'sh, epizod haqida nima deyishim mumkin? Epizod menga har doimgidek yoqmadi. Keraksiz sahnalar daxliga. Men heyterlik qilmayapman. Bu fakt narsani gapirish. Hozir kommentariyada epizod chiqqaniga shukr qil deydigan aqllilar yozadi. Shunaqa ahmoqlar hech qachon bunga patsoslik qilishdan to'xtamaydi. Agarda bu serial yana shunaqa ahmoqona grafikada chiqishni davom etsa, men afsuski bu fandomni tark etishim mumkin. Shuning uchun Dafbum o'zi animatsiya qilgani yaxshi yoki xatiyabi normalniy animatorlarni ishga olsa, epizodlar yaxshiroq chiqishi mumkin. Xullas, men aytadiganimni aytib bo'ldim. Endi esa navbatni Fixshotga bersak. Demak, gangsterlar, всем привет! Avvalo uzr shamollaganman. Lekin bilsangiz kerak, Fix uchun shamollash bu albatta odatiy hol. Sun'iy boom ayog'i speaker. Ga rahmat, meni shunaqangi jiddiy mavzuga taklif qilgani uchun. Yaqinda chiqqan kanonik, shedevranli bo'lgan Scooby-Doo Emergence serialni hammamiz ko'rdik, hammamiz uni ko'rgach, burchakka kirib olib, qo'shig'ini eshitdik, siqildik va qismni haqorat qildik. Balki bu qism yomon chiqqanga sabab hamma 79-qismni yomonlagani uchun Dafuk bizga haqiqiy yomon qism qanaqa bo'lishini ko'rsatmoqchi bo'lgandir. Bilmadim. Lekin hozirda shunaqangi mish-mishlar tarqalganki, ya'ni Dafuk o'zining Instagram va YouTube kanali hamda Scooby-Doo Toilet serial huquqini invizlarga bergan bo'lishi mumkin. Ishonavering, bunga yetarlicha dalillar mavjud. Birinchidan, Instagram kanalidan barcha eski videolar o'chirib yuborilgan edi, ammo endi ular qaytishdi. Biroq kanal Dafuk Boom emas, Scooby-Doo deb atala boshladi. Ikkinchidan, Inviz bu aslida o'yinchoqlarni ham ishlab chiqaruvchi kompaniya. Dafuk qismlarni sekin chiqargani o'yinchoqlarning reklamasiga ham ta'sir qilgani uchun ular hammasini o'z qo'llariga olgan bo'lishlari ham mumkin. Uchinchidan, YouTube kanalidagi o'sha postga e'tibor bersak, u yerdagi yozuvda Dafukning stilistikasi deyarli bilmayapti. O'zi Dafuk kimnidir qachondir maqtaganini shaxsan men eslay olmayman. Buning ustiga animatorlikdan Dafukning o'zi ham zavq olar edi hamda unga bu ishni tashlab qayoqdagi prodyuser bo'lishdan menimcha foyda yo'q. Dafuk animatorlik orqali charchog'i hamda stressni yengadigan odam. Shaxsan men ham uchta narsadan, yashashdan, video tayyorlashdan hamda sizning laykingizdan zavq olaman gangster. Paxta. Demak, bundan kelib chiqadiki, invizlar o'zlarini maqtash va Dafuk kanalini ularga berganini bildirmaslik uchun shunaqangi post yozishgan bo'lishlari mumkin. Esingizdami? Men Doom Studioni yomonlardim, lekin bu dahshatni ko'rgach, to'g'risi Multiverse men uchun shedevrga aylandi. Agarda 79-qismning 3-partiyasi yaxshi chizilmagan ot kabi baholansa, unaqada bu serial boshliq. O'zi bu serial sirli agent va Lucky haqida bo'lishi kerak ekan. Boshlanishida 2,5 daqiqa orqali bizga hech narsani ko'rsatishmadi. Mayli. Mayli. Hazillashdim. 2,20 daqiqa hech narsa hamda 10 sekund Scooby-Doo Toilet Emergence yozuvi. Qizig'i, avvalgi qismlar 20 soniya edi hamda ushbu 20 soniya ichida bizga juda ham ko'p narsani taqdim qilishar edi. Bu yerda esa talantli va erinchoq butun boshli jamoa bizga eski qismlarning qat qilgan ayrim joylarda esa rasvolashtirilgan yoki sekinlashtirilgan kadrlarni taqdim etdilar. Nihoyat qism va nima? 10 FPS-lik olov hamda teksturasi milliy toshlar. Nahotki ular Doom Studio orqali yurib original olamga kelishgan bo'lsa-ya? Yo'q. E'tibor bersak, lokatsiya Alpha Hillsga umuman o'xshamaydi. Chunki 67-qismdagi Alpha Hillsda o'zgacha vibe hamda haybat bor edi. Yana bir savol, qismdagi POV qanaqa agent deysiz? Speakermenmi yoki kameramenmi?
Chunki subtitrda u kameramen, ya'ni POV deyilgan, lekin serialda u spikermenlarning ovozini chiqarmoqda. Buning ustiga boshqalar uning tilini maxsus uskunasiz ham tushunmoqdalar. Menimcha, inglizlarning o'zlari ham bu qanaqangi agentligini aniq ayta olmaydilar. Agentlar TV-men bilan birga teleport qilish o'rniga astrolar bosib olgan joyga piyoda yugurishni boshladilar. Shu vaqtda esa Skibidi olamda ilk bor perexod paydo bo'ldi. Ajoyib! Translyatsiya ishlamay qoldi hamda biz bo'm-bo'sh bazani va u yerdagi agentlarni ko'rishni boshladik. Stop, TV ayol? Nima u plastik operatsiya qildirganmi? Xuddi Jenatiga kabi. O'zi nima uchun 4 dona agent ulkan va bo'm-bo'sh xonada o'tirib translyatsiyani ko'rishyapti? O'zi bu mumkinmi? Axir TV olim tweetdan zaharlangandan keyin translyatsiyani o'chirib qo'ygan edi. Qisqa qilib aytsak, Invis syujetga tupurib qo'ygan. Hammasi to'g'rilandi va nima? Bu nima? Lift? Yo'q, lift mana bunaqa bo'ladi. Bu esa nimaligini ham bilmayman. Qayerdandir ovoz keldi va sirli agent televizorda. Demak, endi u sirsiz agent yoki ochiq agent, balki samimiy agent. Uni esa astrolar tomosha qilishmoqda. Hattoki devor orqali ham uni ko'rishmoqda. Astrolardan biri bizni payqadi va bum, mashhur memga ishora paydo bo'ldi. Stop. O'zi bu mem shu bashardan tarqagan bo'lsa, TV-men yo'q qilindi. Keling bu haqida gaplashmaylik, chunki bu ham yaxshigina minus. Detektiv oddiy pushka bilan milni mexanikni yo'q qildi. Balki uning pushkasi kuchlidir. Mayli, men bunga ishondim. Lekin ular qanaqasiga mini astroni oddiy kishan bilan yo'q qildilar. 76-qismda gigant kameramen mini astroni yo'q qilish uchun qancha uringanini eslang. Axir astro terisi shunaqangi qalin bo'ladi hamda unga to'g'risi juda ham kuchli zarba yoki o'tkir jismning o'tishi to'g'risi bu juda ham qiyin masala. Bu yerda esa oddiy bir dona kishan bilan uning boshini yo'q qilishyapti. Mana bu logika. Keyin esa Lucky yashil fonusga aylandi. Buni ko'rgan Astro o'qdan emas, insultdan o'ldi. Shundan so'ng milliardlab o'qlar yomg'iri boshlandi. Haqiqiy epik sahna. Bunaqangi epikni hamma ham qila olmaydi. Milliardlab o'qlar ichidan biz tirik chiqdik hamda Lucky bizni qayergadir teleport qildi. Bu joyda esa javon, soat, skelet, yotoq, doska va zulmat. Doskada shifr bor va uning tarjimasi Jeffrey juda ham ko'p narsani biladi. Wow, mana ma'lumot sir deysizmi? Bu gapni Gigant TV 78-qismda aytib o'tgan edi. Oldimizdagi rasmni oldik, uning old va orqa tomoniga qaradik. Stop, nima? Orqa tomonni ko'rib qo'lga oldik, old tomonga qaradik, yana orqa tomonga qaradik. Блин, kimga taxminlik? Keyin esa 5 FPS'lik samimiy agent paydo bo'ldi. Lekin menda savol bor. U stolda o'tiribdimi yoki tikka turibdimi? Tikka turgan bo'lsa, stoldagi oyoq kimga tegishli? Agarda o'tirgan bo'lsa, nega stolning yuqori qismi o'tirganga o'xshamaydi? Bizga sirli qurol taqdim etildi. Ammo eslasak, Dafuk savollarga javob bergan vaqtda sirli qurol bu personaj degan edi. Ammo bu yerda qayoqdagi talikning qopqog'ini qo'yib qo'yganlar tushunmayapman. Ochiq agent aytdiki, pushkasini yakunlash uchun Lucky kerak bo'larmish. Shu vaqtda zulmat va bam! Milliy ovchi shu yerda. Hamma yoqda olov vayrongarchilik. Bilasizmi, bu xuddi 77-qismda Shoker va Tweetdan endi jang qilmoqchi edilar va zulmat bam! Shoker g'olib. Shunga o'xshash. Ovchining dizayniga kelsak, ehtimol u ham plastik operatsiya qilgan bo'lishi mumkin. U Luckyni qo'lga oldi hamda seni o'ldirmayman, ammo do'stlaringni yo'q qilaman dedi. Stop, shunda keling o'ylab ko'rsak, Skibidi olamidagi eng yaxshi strategik ovchilardan biri bo'lgan Astro ovchi bizga rejasini oldindan aytib qo'ydimi? Ya'ni u ochiqchasiga aytdi, ya'ni men Luckyni o'ldirmayman, ammo sizlarni yo'q qilaman deb baqirdi. Hamda buni translyatsiya orqali butun agentlar eshitishdi. Endi esa agentlar Luckyni qutqarishga harakat qilishlari bu 100% aniq narsa. Qoyil do'g'ona qo'yi. Keyin bizni yo'q qilishdi va plastik TV ayol hissiyotsiz emotsiya bilan qismni tugatdi. Bu yo'qga esa reklama. Hattoki mana shu reklama qismdan yaxshi chiqqan gangster. Nihoyat bu do'g'ona serial tugadi. To'g'ri, avvallari ham serialda bug va xatolar bo'lar edi, ammo uni bitta odam o'zimizning dafiq qilardi va shuning uchun
mayda xatolarga ko'z yumardik. Bu yerda esa butun boshli jamoa bir oyda reklama va ortiqcha narsalarni olib tashlasak 4 daqiqalik qismni taqdim etdilar va ushbu 4 daqiqada ham deyarli to'g'ri joyning o'zi mavjud emas. Tushunyapsizmi? Butun boshli jamoa shunday qilgan ekan, endi serialni yomonlashimiz 100% mumkin. Shu bilan meni ham ketadigan vaqtim bo'ldi. Speaker bunga rahmat. Endi esa podvalning eshigini ochib, "Всем пока". Ha mayli, shu bilan videoni tugatsam ham bo'lar. Fix shot bu videoda qatnashgani uchun katta rahmat. Kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmang. Hammaga rahmat shu joygacha ko'rganingiz uchun. Hammaga xayr. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Ko'tara qolsang-chi. Ko'tar. Ha, alo, Doom Studio. Ha, bu men Gangster Fixman. Ha, men Dafukni hamda original olamni yomonladim. Endi menga Soat xonimning manzilini berasanmi? O, yaxshi. Ha, aytgancha va sujetdagi bir ikkita sirlarni ham aytib o't. Nima? Rostdan. Sinister aslida bu Gangster Fixmi? Hamda u butun mulk yo'lini boshqaradimi? Wow! Sinisterning ustozi bu menmi? Hamda u mening ovozimda gapirganmi aslida? To'g'risi kutmagandim. Rostdan. Yo'q, qo'ysang-chi. Wow, kutmagandim to'g'risi. Mikrofonni kim o'chirmadi? O'chirsang-chi. Gangster, buni men aytmadim, to'g'risi hammasi yolg'on. Men Doom Studioga ishlamayman. Yo'q.